Welcome to the hell. Boshqalarida. Android'dami? Yeah. Android'da u. Stop it. Babai jamoasidan yangicha talqin. Informatsionniy kontent berib borishni xohlayapmiz. Informatsionniy kontent berib borishimizdan maqsad odamlarni TQ'sini ham oshirish, ya'ni technical qualification degan nima bor? Daraja. Texniskiy знание va odamlarga, o'zimiz odamlarga tushuntirish. Nima kerak o'zi IT? Biznesda nima kerak o'zi IT? Hayotga nima kerak o'zi IT? Tarixda bormidi IT? Kelajagi bormi IT-ni? Bugun sanoat inqilobi haqida qisqacha. Sanoat inqilobi nima? Inqilob deganda ko'pchilik переворотni tushunadi. What? Why? Why? Ya'ni siyosiy переворотni tushunadi. Sanoat inqilobi bu ham переворот, faqat ishlab chiqarishdagi, umuman sanoatdagi bo'lgan переворот, ya'ni odam qo'li bilan yasalgan, odamni o'sha mexanический mehnati bilan yasalgan mahsulotlar mashina orqali ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilishi, robototexnika orqali ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilishi inqilobga kiradi. Birinchi sanoat inqilobi demak 18-19 asrlarda Yevropada bo'lgan. Sanoat inqilobining markazi Buyuk Britaniya bo'ladi. Buyuk Britaniyada nima bo'ldi? James Watt degan olim bug' dvigatelini ishlab chiqadi. Hammamiz bilamiz, parovoz. Parovoz bor. O'sha parovoz degani u parda ishlaydigan texnika, ya'ni suvni bug'langan holatidagi bug'ini ishlatib, o'sha bug'i davleniyasini hisobiga ishlaydigan texnika. 19-asr boshlariga kelib odamzod bug'dan foydalanib o'zini ishini yengillatishni o'rgandi. Va faqat bug'ga aloqador emas, o'sha to'qimachilik fabrikalari bor edi. Ular tezlashdi, chunki inson oldin to'qib chiqarardi materialni va bu davrga kelib inson emas, mashinalar material to'qib chiqarishni yo'lga qo'ydi. Ya'ni inson yaratgan mashinalar уже material to'qib chiqarishni boshladi. Temir yo'l, естественно, boya aytganimizdek, bug' mashinasi ishga tushganidan keyin bug' mashinasining kuchidan foydalanib bir gruzni, ya'ni bir nima deydi? Gruz o'zbekchasi nima edi? Yukni A tochkadan B tochkaga olib o'tishni уже temir yo'ldan foydalangan holda amalga oshirishni boshlashdi. Inqilobga real misol keltiradigan bo'lsak, oldin 10 ta to'quvchi bir kunda 10 ta mato chiqargan bo'lsa, mashina kirgach insoniyat hayotiga 2 kishi, ya'ni 2 ta odam 10 ta emas, 100 ta material chiqaradigan bo'ldi. Bu oddiy misol. Angliya bilasizlar, savdo sanoati bo'yicha, suvdagi tashish bo'yicha liderlardan hisoblanadi. Va ularga juda qo'l kelgan bu narsa, chunki savdoni uchirib yuborgan, varraga uchgan Angliyada. Buni ham faqat savdoga bog'lab bo'lmaydi, ya'ni odamzodning hayoti yengillashishni boshladi. Qishloqlardan shaharga ko'pchilik ko'chib kelishni boshladi, chunki ishlash oson bo'lgani sari yaxshi hayotga bo'lgan talab kuchayishni boshladi. Buning oqibatida, естественно, bank tizimi rivojlandi, kapital yig'ilishni boshladi odamlarda. Yevropa boyish jarayonini aynan shu joyda boshlagan. Buxoroda o'sha davrlarda, o'sha 18-asrda mato hali ham qo'l bilan to'qilgan. Bu oddiy misol. Yevropa esa уже mashinalashgan davr edi bu paytda. Buni agar taqqoslaydigan bo'lsak, bitta ingliz fabrikasi bir necha O'rta Osiyo shaharlarini hunarmandlardan ko'proq potensialda ishlab chiqarish imkoniyati bo'lgan. Ikkinchi sanoat inqilobi haqida gapiradigan bo'lsak, bu 19-asr oxiri
20-asr boshiga to'g'ri keladi. Ikkinchi sanoat inqilobi deganda nimani tushunishimiz kerak? Odamzod elektr energiyasini to'g'ri ishlatishni boshladi. Zavod konveyerga o'tishni boshladi. Ya'ni oldin bilamiz Henry Ford o'sha konveyer tizimini eng birinchilardan bo'lib to'g'ri, chiroyli tizimlashtira olgan tadbirkor hisoblanadi. 19-asr oxiri 20-asr boshlariga kelib oldin avtomobillar boylar uchun xizmat qilgan bo'lsa, faqat boylar o'ziga позволять qila olgan bo'lsa, bu davrga kelib o'rta sinf odamlar ham o'ziga avtomobilni позволять qilishni boshlashdi. Nimaga? Boya aytganimizdek, sanoat inqilobi bo'lyaptimi? Sharoit yaxshilashishni boshladimi? Odamlarda kapital paydo bo'lishni boshladimi? Hamma o'ziga yaxshi sharoit, yaxshi hayot позволять qilishga urindi. Massaviy ishlab chiqarish yangicha ishchi sinfini takomillashishiga va global kompaniyalar paydo bo'lishiga sabab bo'lishni boshladi. 3-sanoat inqilobi qachon bo'ldi? 3-sanoat inqilobi bu raqamli davr, o'sha sifrovizatsiya. Hali avtomatizatsiya hozir mana 2025-yil, 2024-yil juda trend bo'lib qolgan bo'lsa, avtomatizatsiya degan narsa. 3-sanoat inqilobi bu hali raqamlashish edi. Raqamlashish bu o'sha kompyuterlarni ommaviy o'sha ishlab chiqarishda ham, xizmat ko'rsatishda ham ishlatilishni boshlagandan keyin demak 3-sanoat inqilobi boshlandi. Bu yerda har bir tizim raqamlashtirildi va avtomatlashtirildi va sekin-sekin ERP kabi tizimlarga talab sezildi. Va bu davrda естественно kompyuter ommalashgandan keyin o'sha voyenniy texnologiya bo'lgan internet ham ommaga berildi. O'zbekistonda u payt qanaqa edi? Mustaqillikdan keyingi bo'lgan davr. Ko'p jarayonlar ruchnoy, qo'lda yoki o'sha davrdagi kompyuter bo'ladigan bo'lsa, Excelda ham ishlar bajarilgan, amalga oshirilgan edi. ERP tizimlari bizga ancha kech kirib keldi. Farqimiz nimada bo'lyapti? Yevropa ishlab chiqarishni optimallashtirgan bir davrda bizda ishlab chiqarishni o'zi endi yo'lga qo'yish bilan band bo'lganmiz. Ya'ni Yevropada уже ishlab chiqarish optimallashdi. Konveyer bor edi ularda. Ular konveyerni raqamlashtirib, уже avtomatlashtirayotgan bir davrda biz ishlab chiqarishni hali endi yo'lga qo'yish bilan band edik. Hozirgi kunda esa уже 4-sanoat inqilobi, ya'ni sun'iy intellekt ommalashdi. Zavodlar уже robotizirованный, robotlashgan holda ishlab chiqarishni boshladi. Oddiy o'zimizning televizorlarda ham reklama qilinadi, batareykalar bor, xonalarni isitadigan isitgich batareykalar bor. Robot orqali ishlab chiqarilgan deb reklama qilishadi. IoT kirib keldi sanoatga, ya'ni Internet of Things. Va smart factorylar qurilishni boshladi. Smart factorylarga bitta misol keltirsak bo'ladi. BMW zavodi. BMW zavodida har bitta robot, ishlab chiqaradigan robot real vaqt rejimida bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Buni Mercedes zavodiga ham, bitta Mercedes zavodidan ham bitta misol keltirsak bo'ladi. Bu Yevropadagi eng katta zavodlardan bittasi. Mercedes robotizirованный sistemani ham podдержка qiladi, lekin ularda ves ishlab chiqarish davrini to'liq nazorat qiladigan tizimi bor. Bu MO360 zavodni raqamli miyasi. Ya'ni Mercedes butun dunyo zavodlarini MO360 platformasi orqali boshqaradi. Bu har bitta mashina yig'ilish jarayoni real vaqt monitoringida, ya'ni detal qayerdan keldi, qaysi partiyadan olindi, qaysi liniyada o'rnatilib, hamma ishlab chiqarish jarayoni yozib borilish tartibi. Xato chiqsa, tizim sababini уже tez topa oladi. Bu oddiy ERP tizimi emas, bu to'liq ishlab chiqarish ekotizimi, ekosistema deymiz-ku. Zavod 56 degan eng ilg'or zavodlardan bittasi bor. Bu Mercedesning eng zamonaviy zavodi. 5G tarmog'ida ishlaydi. Avtonom robot aravachalar detalni tashiydi. Qog'ozsiz ishlab chiqarish bu yerda yo'l qo'yilgan.
Bu degani bir joydan ikkinchi joyga qog'oz bilan olib bor, ruxsat qo'y, pechat ber, podpis bosib ber, keyin o'tib ketsin emas. To'liq sifrovoy. Hamma konveyер, hamma sex tez ishlab chiqarish sikli to'liq raqamlashtirilgan. Bir narsani inobatga olamiz. Yevropa yoki Amerikadagi rivojlangan davlatlardan oldinlari biz bir necha asrlarga kech qolganmiz va bir necha asrlarni yo'qotganmiz. Aynan sanoat masalasida. Hozirgi kech qolish bu 5-10 yilga tenglanadi. Ya'ni kim tezroq raqamlashsa, kimda tezroq sifrovizatsiya bo'lsa, o'sha yutadi. Nice. Siz va sizga o'xshagan tadbirkorlarni sifrovizatsiya qilinishligi, to'liq to'g'ri ishlab chiqarish konveyerini yo'lga qo'yib, u konveyerni chiroyli, tartibli ishlashligini nazorat qila oladigan bizning sistemamiz bor. Bizning optimiz bor beton sohasida, beton zavodlari sohasida bizning optimiz bor. Ko'p qavatli domlarni quradigan korxonalarga o'zimizni tizimimizni qo'yib berganmiz. Ularga moslashtirib qo'yib berganmiz. Qaysiki sotuv jarayonini bo'lsin yokida qurilish jarayonini, ya'ni ularni ishlab chiqarish jarayoni bo'lsin, jarayonlarini optimallashtirib, avtomatlashtirib berganmiz. Siz ham 5-10 yil konkurentlardan qolib ketishni xohlamasangiz, bemalol bizga murojaat qiling. Shu va shunga o'xshagan kontentlarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlanglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan bye-bye. Ya akajonim. Ana boshqa sangiz ham bo'ladi. Nima? O'ngga chapga qiling. Chiqmadimi? Voy. Tamam. Menda boshqalarida. Androiddami? Ya. Androidda u. So guys. So guys. Welcome to the hell.